Otangiz qiyomatda siz sabab buyuk ajrga ega bo'lishlarini istaysizmi? Ushbu amalni qilsangiz siz ham, otangiz ham qiyomatda buyuk ajrga ega bo'lasiz, Allohning izni bilan. Unda bu hadisga diqqat qiling. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Menga salovat aytishni ko'paytiringlar, zero Alloh qabrim yonida bir farishtani menga vakil qilib qo'ygan. Qachon ummatimdan bir kishi menga salovat aytsa, ushbu farishta menga: "Yo Muhammad, falonchining o'g'li falonchi hozir sizga salovat aytdi", deydi. Allohumma salli va sallim ala nabiyyina Muhammad.